Assalomu alaykum hammaga. Bugungi proyektimizda grillatani bo'ladi. Grillatani razmerlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Hozir mana shu ko'rayotgan variantinglar 10 ga 10 eni 4 santimetrlik bo'ladi. Buni 3 santimetrligi ham bo'ladi. Mana e'tibor berib qarang. 4 santimetrligi mana bundan qaraganingizda orqa tomoni ko'rinyapti, ko'rasizmi? Nariyoqqa borib yopilib ketyapti. 3 santimetrlik bo'lsa, mana mana tomonlari ham ko'rinadi. 4 santimetrlik bo'lgani uchun bu tomonlari ko'rinmayapti. Bunaqa общий vidida tepa tomoni ko'rinishi qiyin bo'ladi. Misol uchun bu joyi balandligi 290 yo 3 metr atrofida bo'ladi. Keyin patologni xohlaganingizcha tushirsanglar ham bo'ladi. Keyin bu joyimizda rechni patologlarni qildirganmiz. Rechni patologlari 5 ga 5.7 lik razmer. Buni 1 metri где-то $1.20 sent chiqadi. Keyin mana bu eni 4 santimetrligi bo'ladi, 5 santimetrligi bo'ladi. Xohlaganingizcha tersanglar bo'ladi. Keyin profilini bunday tashab yurg'izib chiqamiz. Uni alohida video qilib aytaman. Keyin mana grillatni rechni qildiradigan bo'lsangiz, tepasini обязательно qoraga bo'yab olasiz. Konditsionerlarni qo'yib olganingizdan keyin bemalol mana uстановка jarayonida ham oldin chetidagi L profilini shundoq qotirib yuboriladi. Keyin grillatlar yig'ib chiqiladi. Bu uchburchak varianti yangi chiqqan. Endi ommalashyapti. Mana buni yig'ilish jarayoni ozgincha qiyinroq bo'ladi. Buni uстановкasi ham sal qimmatroq narxda chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana joylashuvi bunaqa bo'ladi. Mana joylashuvini ko'ryapsizlar. Общий vidda qaraganda juda ham chiroyli narsa chiqarsa bo'ladi. Keyin dizaynerskiy uslugalarda ham xohlagan dizaynerlarni chiqarsa bo'ladi. Hozir biz mana Xastimonni polniy qurilishidamiz. Mana Xastimonni polniy qurishyapti. Bu yerda bir necha obyektlarni qilib chiqqanmiz. Tepa tomonlarini. Agar sizlarga yana qanaqadir ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, ular haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hammaga rahmat.